Internetdan narsa sotib olayotganingizda, masalan, ChatGPT yoki CapCut'ga o'xshagan ilovalarni sotib olayotganingizda sizdan promokod kiritishingizni so'raydi. Ya'ni bu majburiy emas, lekin promokod kiritsangiz sizga chegirma qilib beradi. O'sha promokodlarni oladigan bitta zo'r sayt topib oldim. Hozir buni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Buning uchun liboy bitta brauzerga kirasiz. Bu kompyuterlarda osonroq. Mana shu saytni mana shunaqa deb yozasiz, mana shu saytga kirasiz keyin. Mana shu saytga kirganingizda mana shunaqa nima kelib chiqadi. Buni xolasangiz mana bu yerda add Chrome qilib turib, nimangizga, Chrome'ingizga o'rnatib olsangiz bo'ladi. Siz shunaqa internetdan narsa sotib o'tganingizda avtomatik o'zi chiqarib tavsiya qilib turadigan qilib, yoki bo'lmasa bir marta masalan ishlatmoqchi bo'lsangiz, shu yerda sal pastroqda mana shu poisk joyi bor. Shu yerga o'zingizga kerak bo'lgan ilovani yozasiz. Masalan, ChatGPT deb yozamiz. Chat desak, mana bunga kelib chiqdi. Mana shu ChatGPT kiramiz. Bu yerda show code degan bor. O'shani bosamiz. Sirazi boshqa nimasiga tashlab, sizga o'sha kodini ochib beradi. Mana buni kopiya qilib, promokod degan joyga mana shuni kiritamiz. Sinab ko'ringlar, agar kimda o'xshagan bo'lsa, o'shanda yozib ketinglar.